qalbimiz bilan tasdiqlab turib, amalimiz bilan ko'rsatmaydigan bo'lsak, bunda bu iymonni ham mustahkamlaydi. Amal degani nima? Alloh subhanahu va taolo buyurdiki, iymondagi shartlardan biri, iymon keltirgandan keyin birinchisi bu namoz dedi. Namoz o'qimaydigan bo'lsak, demak iymonimizda noqislik bor ekan. Ro'za tutishlikka buyurdi Alloh subhanahu va taolo. Pulini nisobi yetganlar zakot berishlikka buyurdi. Safar qilishlikka imkoniyat bo'lsa, yo'llar ochiq bo'lsa, cho'ntagidagi daromati oilasiga yetishlikdan oshadigan daromati bo'lsa, hajga borishlikka buyurdi. Mana shularning hammasi ana shu la ilaha illallohni ichiga agar til bilan aytib qo'ygandan keyin bu amallarni qilmaydigan bo'lsak, hushyor bo'laylikki biz bu ana shu la ilaha illalloh kalimaga to'liq javob beramiz. Hali aytib o'tganimizdek, udkhulu fis-silmi kaffatan degan oyatimizga dalolat qiladigan narsa mana shu islom shariati bizga buyurib qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo bizga buyurgan amallarni to'lig'icha qilishligimiz kerak. Taqvo degan narsa shu. Bu amallarni qilishligimizda o'zi asl maqsadimiz nima? Alloh subhanahu va taolo o'ziga itoat qilgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga o'zini ana shu sunnatlar bilan sunnatlanib yashagan, halol yurib, solih amallarni qilib yurgan insonlarga jannatni va'da qildi. Bu dunyoda qiladigan amallarimizga asosiy maqsadimiz Allohning roziligiga erishishlik va jannatga kirishlik. Endi bu qanday bo'ladi desa, Alloh taolo jannatni yaratdi-da, shunaqangi bir go'zal holatda yaratdi. U jannatning ichiga insonni aqli ko'tara olmaydigan, insonni ko'zi ko'rib, quloq eshitmagan bütün bir ne'matlarni jannatning ichini to'ldirdi. U joyda uzumlar, anorlar, xurmolar, anjirlar va boshqa biz bilmagan ko'plagan mevalarni juft-juft qilib Alloh taolo yaratib qo'ydi. Mana bu jannatda siz bilan bizni aqlimiz ko'tarishligi uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining muborak hadislarida bizga tafsirlab aytib berdiki, bu dunyoda erkaklar uchun eng aziz bo'lgan narsa nima? Hozir shu savolni jamoatimizga beradigan bo'lsak, erkaklar uchun aziz bo'lgan narsa nima? O'ylanib qaraydigan bo'lsak, erkaklarga berilgan eng katta ne'mat bu ayol. Ayol kishi bo'lmasa, erkaklar hayotni tasavvur qilishligi qiyin. Shuning uchun erkaklarda jannatga yana ham ko'proq targ'ib qilishlik uchun, jannatga yana ham kirishlikka harakat qilishlik uchun Alloh subhanahu va taolo jannatni yaratdi-da, u yerdagi hur-u aynlarni bizga ta'riflab berdi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Va hurun maqsuratun fil khiyam. U jannatda shunaqangi bir go'zal qizlar bor. Ularni hur-u ayn deb nomlanadi. Ular chodirlarning ichlarida yashiringan holatda o'zini hojasini kutib o'tiribdi. Bu hur-u aynlarni Alloh subhanahu va taolo mana shu Voqea surasida aytadiki, Ar-Rahman surasida aytadi ekan, u hurlarni na bir inson va na bir jin va boshqa hech qanday bir maxluq hali ko'rmagan. U hurlarga birinchi bo'lib nazar tushadigan ana shu jannatga kirgan erkak kishi. Alloh subhanahu va taolo bu hurlarni shunaqangi bir holatda yaratdiki, nihoyatda yashiringan, nihoyatda go'zal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hurlarni ta'riflab shunday dediki, bu hurlar shunaqangi qizlar, shunaqangi bir ayollarki, ular yer yuziga birortasi nazar soladigan bo'lsa, butun yer yuzini nurga to'ldirib tashlaydi. Agar bu hurlarni
yonida olib yuradigan dasturxonchasi yer yuziga tushib ketadigan bo'lsa, bu yer yuzi to qiyomatgacha mushk ambarlar bilan to'lib bu hid tarqalmaydigan bo'lib qoladi. Bu insonni aqli ko'taradigan, siz va bizni aqlimiz ko'taradigan holatdagi bir ta'rif. Ammo asli bundan ham buyuk, bundan ham go'zal bo'lgan bu hurlar albatta Allohga itoatda bo'lgan, din islomda yashab, haqiqiy musulmon bo'lib yashagan kimsalar uchun Alloh subhanahu va taolo mana shu ne'matlarni tayyorlab qo'ydi. Endi bu hurlarga yetishlik uchun, Allohning va'da qilgan bu jannatlarga kirishlik uchun bu dunyodagi o'zimizni hurlarimizni himoyada Alloh subhanahu va taologa eson-omon yetkazishimiz. Allah subhanahu wa ta'ala Mübarek Kur'an-ı Kerim'de merhametli ayetdeki Er-ricalu kavvamuna ala nisa. Elbette erkekler ayollarının üstünden boshqaruvchi. Erkekler ayollarının üstünden komandan. Debtur Alloh taolo bizga marhamat qildi. Shunday ekan, biz mana shu joyda o'tirganlar va mana bu biz ovozimizni eshitayotgan jamiki erkaklarga bu o'zimizga avval va qolaversa boshqalarga vasiyat bo'lsinki, biz ayollarimizni Alloh subhanahu va taoloning dargohiga eson-omonlikda, bir chiroyli hifz-i himoyada olib borib topshirmaydigan bo'lsak, bu masalamiz ichida hali aytib o'tgan hur'inlardan umid qilmasligimiz kerak bo'ladi. Bu hur'inlarga yetishlik uchun eng avval bu dunyodagi ayollarimizni saqlashligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom muborak hadisida marhamat qildi. Salatatun la yadkhuluna al-jannata abada. 3 toifa kimsalar bor. 3 toifa insonlar bor. Bular hech qachon jannatga kirmaydi dedi. Bu Rasulullohning va'dalari. Agar bu gapga iymon keltirmasak, bu gapga ishonmasak, bizning musulmon bo'lishligimizga hojat yo'q. Siz bilan biz gapirib turib, va'damiz esimizdan chiqib qolishligi mumkin. Siz bilan biz biror narsani aytib turib, haligi hazil gaplarimiz bor, yigit aytadi ham, qaytadi ham degan. Bu siz bilan bizni o'rtamizdagi holat. Ammo Alloh va uning rasulining og'zidan chiqqan har bir so'z va'da. Bu narsa amalga oshmasdan qo'ymaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu hadisda aytdiki, "Salafatun la yadkhuluna al-jannata abada." 3 toifa kimsa jannatga hech qachon kirmaydi dedi. Bularning birinchisi ad-dayyus. Bularning ikkinchisi ar-rajulatu minan nisa. Va bularning uchinchisi mudminu khamri. Sahobalar so'rashdi, "Ya Rasululloh, bu toifalar kimlar?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rahmatullohi aytdiki, ad-dayyus bu o'z ahli ayollasini, ya'ni har bir erkak kishi o'ziga tegishli bo'lgan, o'zining qo'l ostida bo'lgan ayollari. Bular onalari, opa-singillari, ayollari va qizlari. Mana shu kimsalarni begona erkaklardan, nomahram erkaklardan qizganmagan, mana shu o'ziga tegishli bo'lgan ayol kishilarni nomahramlardan bekitmagan erkaklar dedi. Alloh saqlasin, mana shu dayuslar jannatga kirmaydi deb turib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga va'dani berib qo'ydi. Biz qattiq qo'rqaylikki, Alloh subhanahu va taolo mana shu toifalarni biridan bizni qilib qo'ymasin. Biz hushyor bo'laylikki, qo'l ostimizdagi ayollarimiz, qizlarimiz, opa-singillarimiz, nabiralarimiz qanday holatda yuribdi, kimlar bilan yuribdi? Biz bu narsaga bu dunyoda amal qilib turib, bu dunyoda bu harakatimizni qilmaydigan bo'lsak, albatta qiyomatda ahvolimiz og'ir bo'ladi. Haligi aytib o'tgan jannatimizdagi ne'matlar, jannatdagi hur'inlar
biz uchun shunchaki bir sababga aylanib qolishligi mumkin. Alloh bundan o'zi saqlasin. Shunga ko'proq ayollarimizga e'tibor berishligimiz, bu Payg'ambar sollallohu bu hadisdagi ikkinchi toifa kishini albatta bunga ham ayollarga nisbat berib aytdiki, ar-rajulatu minan nisa, ya'ni o'zlarini erkaklarga o'xshatgan ayollar dedi. Ikkinchi toifa o'zlarini erkakka o'xshatgan ayollar ham jannatga kirmaydi dedi. Bu va'da, bu vaid bu. Bundan qo'rqishligimiz kerak. Atrofga qarasak, futbolga kiygan, jins shim kiygan, yopishib turgan kiyimlarni kiygan ayol qizlarimiz to'lib yotibdi. Bularga kim javob beradi? Bularni javobgarligini kim bo'yniga oladi? Mana shu yerda o'tirgan erkaklar, har bir erkak kishi o'zining ahli oilasiga javob berishligi shart. Shuning uchun shular bo'laylikki, ayol qizlarimiz erkaklarga o'xshab qolmasin. Agar ayol qizlarimiz erkaklarga o'xshab yurishlikni odat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo jannatni harom qiladi. Va uchinchi toifa kimsa bu mudminu xamrin, ya'ni mast qiluvchi ichimlikka mukkasidan ketgan kishi, kimsa, erkak kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin. Kimdakim ichkilikka qattiq berilgan bo'lsa, kimdakim ana shu mast qiladigan ichimliklarni iste'mol qilishlikda doimiy bo'lgan bo'lsa, hazır bo'lsinki, Alloh taolo u kishiga ham jannat harom qildi. Tavba qilmaydigan bo'lsa, unda ahvol chatoq. Ammo bir narsani yaxshi bilishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo Tavvobur Rahimdir. Alloh subhanahu va taolo ko'plagan tavbalarni Alloh subhanahu va taolo juda ham rahmli bo'lgan. Biz qilib o'tgan gunohlarimizga tavba qiladigan bo'lsak, biz qilib o'tgan amallarimizda xato kamchiliklariga Allohdan istig'for qilib albatta Alloh kechiradi. Alloh subhanahu va taoloning quyosh mag'ribdan chiqqan paytda boshlab tavbalar qabul bo'lmaydi. Insonni tomoniga jamoat qilib qo'ygan mahalda tavbalar qabul qilinmaydi. Ya'ni bu gargara kelgan holat. Bundan boshqa mahallarda siz bilan bizga imkoniyat borki, kelgan gunohlarimizga tavba qiladigan bo'lsak, o'z oilamizda haqiqiy yakaylik qilib, Alloh taolo buyurib qo'ygan harom narsalardan oilamizni tiyib qo'yadigan bo'lsak va Allohga ko'plagan istig'forlarni keltiradigan bo'lsak, albatta Alloh bizni kechiradi. Kechiraman degan va'dasi bor. Bir ona o'z farzandiga qanchalik mehribon. 10 ta bolasi bo'lsa, birorta bolasini uradigan bo'lsa, boshqa o'g'illar ko'p bu yaxshilamaydi demaydi. Har bitta bolasiga alohida mehr beradi. Biror joyga bir tikan kelib ketsa, onani yuragi olmaydi. Bu bandalarga berilgan bir mehrda bir. Ammo Alloh subhanahu va taoloning siz bilan bizga qiladigan rahm shafqati, siz bilan bizga qiladigan mehri ana shu onaning mehridan 1000 karra, million karra ortiq. Shunday ekan gunohlarimizga tavba qilaylikki, albatta Alloh subhanahu va taolo bizning gunohlarimizni kechiradi va va'da qilgan jannatlarga kirgizadi. Buning uchun albatta ana shu gaplarimiz davomida aytib o'tgan Allohga taqvo qilishlikda bardavom bo'lishligimiz, bizga berilgan bu dunyodagi omonat jasadimizni, bizga berilgan bu dunyodagi omonat ahli ayollarimizni chiroyli holatda, Alloh xush ko'radigan holatda qiyomatgacha yetkazib borishligimizdir. Alloh subhanahu va taolo hammalarımizga din islomda yashashlikka tavfiq bersin. Mana shu jamlanishimizga sabab bo'lgan bu xonadon sohiblaridan Alloh taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Mana noz ne'matlarni og'zimizga tortdi. Bularni yeganimizdan keyin bu noz ne'matlar qornimizga kirganda bizga Allohga ibodat qilishlikka, Allohga zikr qilishlikka bir quvvat beradigan ne'mat bo'lsin. Mana bu yeyotgan ne'matlarimiz qiyomatda bizni foydamizga
guvohlik beradigan bir ne'matlardan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo eshitgan, aytgan deganlarimizga har birimizga amal qilishga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.